Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimiz boshladik do'stlar. Mana yana bir mijozimiz uyiga oshxona mebellarini chiroyli qilib o'rnatib berdik. Andijonda Paytiriga o'rnatib berganmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xonani bir tomoniga chiroyli qilib joylashtirib berganmiz. 15 kuncha oldin kelib o'lchab, bunaqa kir mashinaning joylarini belgilab ketdik mana. Suvini, to'kini tushirib qo'yishdi. Xuddi shuni singari. Do'stlar, kimga oshxona mebel xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda tepasidagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. So'rasanglar kataloglar ham tashlab beramiz. Shunaqa holatda uyingizni borib ko'rib, o'lchab, chizmalarini chiqarib, hamma yo'g'ini qilib beramiz, xudo xolasa. Endi telefon nomerlarimizga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, xoningiz razmerini masalan biladigan bo'lsangiz, telefonda o'zida ham nech pul bo'ladi, shunaqa narxlarni chiqarsa bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz narxlarni, arzonroq qilib beramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, xonani bir tomoniga xolodilnikni endi qo'yadi, mo'ykasini qo'yib berdik, kir mashinasini endi qo'yadi. Bu yerda mana рабочий stol, gaz plitasini qo'yildi mana. Duxovkaga joy, vichkasi bor. Shkafning ichiga propan balon qo'yadi mana. Teshiklarini ham teshib qo'yganmiz. Shunaqa uyingizga borib o'lchab, shunga qarab chizmalarini chiqarib, joyingizga moslab mana tepasi patolokgacha bo'ldi. Materiallarini ham o'zingizlar tanlaysizlar, ranglarini, materiallarini hamma yo'g'ini. Bu ishimiz rossiyskiy laminatdan qilingan. Fasadi ham, korpusi ham. Pastiga karishniy mana shkafi bilan, xolodilniki bilan birga karishniy bo'lgan. Tepasi maloshniy. Keyin bu mebelimizda granitlarini ham biz o'zimiz qilib berganmiz. Devorga yopishmagan, mebelga yopishgan holatda. Stoleshnisalar mana materiallari, stoleshnisalari ham yaxshisidan. Mana materiallar ham o'zi rossiyskiy bo'ladi. Kronashpon zavodniki. Keyin mana chekalari ham PVX kromka qilib berdik. Endi hozir birinchi sizlarga tushuntirib bersam, keyin narxini aytsam, shunda yaxshi bo'ladi. Chekalari PVX kromka, mana korpuslari ham PVX kromka bo'lgan. Yaxshi mexanizmlar ishlatilgan, ruchkasiz holatda mana temir profilli ruchkalardan foydalanganmiz. Ichlarining chuqurligi 45 sm, tepasining chuqurligi 30 sm, ikki etajli polkalar qilingan. Keyin mana ichlariga ham rossiyskiy laminat, fasadiga ham rossiyskiy laminat, tepasi ham ruchkasiz mana. Men aytdim, bunday tortib ochiladigan bo'lgan. Osha-moshalar vakuum hammasi. Mana propan balonning tepasi ham polka mana. Etajerka polka. Xo'p. Общий uzunligi 4,5 metr joyga qilindi do'stlar. Kir mashinalari joy qilingan, xolodilnik joy qilingan, xolodilnik tepasida tumbalar ham qilingan mana. Xo'p, endi mebelning ichida qo'shib olib kelgan narsalarimizdan yaxshi mo'ykasi bor. Smestitel gel idishi bor. Mana rosetkasi ham o'zi ichidan chiqadi. Sushilkasi bor. Mebelning ichida dogovorda bo'lgan narsa. Materiallarni aytdim, rossiyskiy, hamma yo'g'i. Stoleshniy ham rossiyskiy. Endi gaz plitasini ham o'zingiz yaxshisidan qo'shib olib kelib pulini qo'shib beraman deydi. To'kligi kerak emas dedi. 4 ta ko'zi ham gazli. Rulos firmaniki yaxshi, mana burasiylar o'zi yonaveradi. Spichkalari bor. Avtoblokirovkalari bor. Yaxshi gaz plita, mana ruchkalari ham temirli bo'ladi, erib ketmaydi. Mana ustilari ham chugun mons. Temir emas, chugun material. Keyin immerni vichkasidan qo'yib berdik. Immerni vichkasi qo'l harakatiga ham ishlaydi. Xohlasanglar ezib ishlatasizlar. Svetlari bor. Buni ham o'rnatib qo'ydik. Endi santexnik kirib, patologlarni teshib, o'rnatib berish qoldi xolos mana. To'klarni ham mebelning ichiga o'tkazib qo'yganmiz. Mana immerlik. Xo'p. Jamiki shu narsalari biz o'zimiz olib keldik. Endi uyda egasi oladigan narsalardan kir mashina bor, xolodilnik bor. Shularni uyda egasi olib qo'yib olsa bo'ldi. Santexnikning xizmatini berib ishlatadi. Graniti bormi, mo'yka, sushilka, bu yerda musor paqirlarini ham qo'yib berganmiz. Esimda yo'q mana. Ikkita qo'l bilan ochiladi mana.
Musul paqirlari bor. Mana bular ham shuning ichida. Xo'p, endi 1 metri 2 million 300 ming so'mdan hisoblanadi. Bu mebelimiz rossiyskiy laminat. Balandligi 2,25 holati. 1 metr 2 million 300 ming so'mdan mo'yka sushilkalari bonus bo'ladi. Gaz bilan vitishkalari metrdan tashqari bo'ladi. 1 metr 2 million 300 ming so'mdan. Endi shu mebelimiz общий summasi 13 million so'mga dogovor bo'lgan. Do'stlar, xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, bemalol ekran tepasidagi nomerlarimizga telefon qila olinglar. Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. So'rasanglar kataloglarni ham tashlab beramiz, xudo xolasa. Xonangiz razmeri bilan, balandligi bilan murojaat qilsangiz, telefonda o'zida ham hisoblab bera olamiz. Vodiy bo'ylab o'zimiz borib o'lchab olamiz. 10-15 kun ichida olib borib o'rnatib beramiz. Toshkentgacha ham dastlabki ustanovkani gaplashsak bo'ladi. Endi u boshqa viloyatlarga, uzoq joylarga faqat dastlabkani o'zini qilib beryapmiz. Xudo xolasa, e'tibor uchun hammaga rahmat, do'stlar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.